Assalomu alaykum barchaga. Mana uzumlarimiz ham gullab, gulini to'kib bo'ldi, guldan tushib, endi kasallikka qarshi yana bir marta profilaktika qilib qo'yamiz. Hozir dori tayyorlayapmiz. Mana 10 litr suv soldik dori idishimizga. Mana Tapas Syngenta firmasiniki, mana original doriniki. Shunaqa qilib idishiga qo'yib yozilgan bular. Syngenta. Boyagi ampula mayda 5 gramlik, 10 gramlik ampuladagilar uncha yaxshi ishlamaydi. Mana shunaqa originalini tavsiya qilaman dorini. 10 litrga 10 gram solyapmiz. Va NPK mana bu. Avval ham aytib o'tganman. 18 lik NPK. Oziqa bo'lishi uchun. 10 litrga 50 gram buni eritib. Mana uzumlarimiz shu holatga kelgan, mana guldan tushdi. Bu go'zal qora navi. Mana bular boshqa nav. Mana shu holatda. Hozir ikkinchi marta ishlayapmiz. Hozir asosan oidium degan kasal. Uni shudiring deyiladi. Xavf soladi bu uzumlarga. Kasalliklarga qarshi ishlab qo'yamiz. Mana bu bog'imiz Shpaler bog'. Qora kishmish 3-yil. Mana ko'chatlarimiz hali yosh. Mana hosillari guldan tushdi. Mana hosillar. Bularni ham kasalliklarga qarshi ishlab qo'yamiz. Endigi birinchi hosillar. 3 yillik bog'. Dori chepayotganda hozir sizlarga bitta navni ko'rsatib ketayin. Mana Isabella. Amerikan navi, mana yaproqlarining kattaligini. Uncha kasallik ham tushmaydi mana. Tagi keyin barxitni yaprog'ini. Hosillarni qaranglar. Juda tez o'sa. Mana bitta novda o'sgan. Bitta, mana ikkita, 3ta, mana 4ta, mana 5-chisi ham bor. Mana buni ham ko'rsam mana. Bitta chiqargan, mana bu ikkinchisi, bu uchinchisi, bu to'rtinchisi va beshinchisi. Shunaqa ser hosil narsa. Bu o'zi asli texnik nav, Amerikan navi, ichida urug'i bor. Qulupnayning mazasini beradi yeganda. Qulupnay. Hovliga eksa hid ham chiqarib turadi, qulupnay hidi chiqib turadi. Kech pishar nav. Sovuqqa ham chidami zo'r. -30 gradus sovuqqa chidaydi. Bu asli texnik nav, Amerikada bundan konyak tayyorlashadi. Xushbo'y berish uchun konyakka. Isabella. Bog'imga bir tup qilib qo'yganman. Yaproqlari ham juda bir antiqa yaproqlari. Tagi oq. Orqa tarafi oppoq yaprog'i. Mana payvandlarning natijasi. Hozir birdan bularni ko'rsatib ketayin. Payvand qilingan 10 kunlik natija. Mana ba'zilari endi yuryapti. Ba'zilari mana shu holatda. Zarya Nesvitaya. Mana bu ham payvand. Bu navimiz bu yoqqa yozgan ekanmiz, mana Kataloniya. Mana payvand yuryapti. Mana payvandning pastidan bachkilab ketgan. Bular olib tashlaymiz. Mana shu joyga e'tibor qilish kerak. Payvand qilgandan keyin eski nav chiqib ketadi-da, mana bachkilab. Mana shularni yulib tashlash kerak. Mana bu endi qo'zg'alyapti, mana bunisi qo'zg'alibdi. Mana bu ham yurgan. Shu bachkalarni olib tashlash kerak mana. Shunda payvand yaxshi ko'karadi. Past qismlaridan chiqqan mana. Hammasini yulib tashlaymiz. Shunda payvandimiz yaxshi yuradi mana. Mana kishmish velis. Ingichka novda. Mana shu novda o'tgan yili chiqqan pastidan boshlab mana hosillar. Ser hosil. Hali ham buning juda ko'pchiligini olib tashladik mana. O'g'rilarning o'zi hozir 2 qashdan oshib qo'yapti. Kishmish velis. Mana bu kishmish Jupiter.
O'tgan yili payvand bo'lgan mana tagidan. Juda seri hosil ekan, amerikanskiy kishmish 1-klass. Bu ham erta pishar kishmish bo'lishi kerak. Mana. Juda seri hosil ekan. Faqat shingillari maydaroq bo'lar ekan. Tepalarda ham tepaga chiqqan. O'tgan yilgi payvand bitta tupda 61 ta uzum voshini sanadi. 61 vosh hosil. Barglari ham uniki tagi barxetning mana. Mana bular kober, podvoylar. Kober 5 baba. Podvoy. Buni ko'pchilik biladi, bog'bonlar. Kober 5 baba. Mana bular bahorda ekilgan kaltaklar, ko'chat qilishga, ta'mirlatishga. Mana hammasi ko'karib boshlagan. Ularning tagiga bitta chopiq qilish kerak. Mana bu taraf ham Yupiter. Mana mevalari ham bor. Bu mevalarni olib tashlash kerak mana. Mana mevasi. Mevalarni olib tashlasa yaxshi rivojlanadi. Ko'chatlar bular. Mana ikkita chiqadi, o'sib bittasini olib tashlash kerak. Shunda bittasi yaxshi rivojlanadi. Mana bunda ham. Bunisi yaxshi rivojlanib, tepadasini olib tashlaymiz. Mana bunda ham shu holat mana. Pastkisini olib tashlaymiz. Bunda 3 ta rivojlanibdi. Bundan bitta qo'yamiz. Shunda baquvvat bo'ladi bu ko'chatlar.